Cobalt Legenda deb ikkita fishkasini ko'rsatsam, kommentariyani Gentra'chilar to'ldirib yuborishibdi. Nimamish? Qaysi birini qarasanglar, Gentra'ning luki bor, Gentra'ning luki bor. O'zi asli ikkala mashinani hech qachon solishtirib bo'lmaydi. Tog' bilan osmonchalik, tog' bilan yerchalik farqi bor. Osmon bilan yerchalik deb. Xo'p, sababi Cobaltni hamma biladi, Pony sistemasi BSM sistema, ya'ni BSM miya boshqaradi. Aqlli. Buni imkoniyatlari chegaralanmagan. Izlansiz, yangiliklar chiqaveradi. Mana misol uchun ushbu Cobaltimizga bitta programma bilan pult o'zini zavodskiy pultida yurgizadigan qilib beryapmiz. Pultda zavodashchi qilsa bo'ladi, qutlab ochsa, signalizatsiya hamma yo'lda qilsa bo'ladi. Gentra'da prostoy sistema, 2000-yildan pastdagi sistema bu. Bular 2010 dan tepa sistema bilan jihozlangan. Aqlli miya. Bo'ldi, endi mavzuni yopaylik. Cobalt bilan Gentra'ni hech qachon solishtirmaylar. Cobalt ancha aqlli mashina. Buni sira Gentra'chilarga jo'natib qo'yinglar. Hadvoli Gentra deb karlashavermasin. Lukim bor deb. Hammaga rahmat.